Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ey do'stim, omonmisiz? Bugun umrni g'animat bilyapsizmi? Bugun vaqtingizni qadriga yeta olyapsizmi? Biling, Alloh taolo har bir bandaga umrni bir shirin ne'mat qildi. Ne'matlar ichidagi eng aziz ne'mat bu umr ne'matidir. Zero Alloh taolo har bir bandasini umr sababi bilan, berilgan umrning davomiyligi bilan va shu muddat orasida qilingan amallardan Parvardigoro so'raydi. Alloh taolo qaysiki bandasiga qachon, qaysi umrni, qancha vaqtni bergan bo'lmasin, qaysi davrni bergan bo'lmasin, albatta u banda o'sha har bir daqiqa-yu soniyasidan Robbisiga javob berar ekan. Bugungi kunda bizni umrimiz eng g'animatdir. Har zamonda har bir banda umrini g'animat bilgan. Bugun biz ham umrimizni g'animat bilmog'imiz darkor ekan. Bugun insonni umrini o'g'irlaydigan, qadrli vaqtini undan olib qo'yadigan, asl maqsadidan, hayot mazmunidan uni chalg'itadigan vositalar, omillar, sabablar juda bisyor. Ammo mu'min banda, zakovatli banda, farosatli banda aqlini, fahmu farosatini ishlata olmasa, o'zining vaqtini qadriga bee'tiborlilik qilmasa, albatta bu vaziyatlardan chiqib ketadi va o'zining vaqtini qadrini biladi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam go'zal bir hadis muboraklarida shunday marhamat qiladilar. Har tong otganda o'sha kun, o'sha boshlangan yangi kun bandalarga qarata shunday munojot qilar ekan. Ey odam farzandi, men yangi kuningman va sening amallaringga men guvohman. Bas meni g'animat bilib, yaxshi ishlar qilib qol, toki qiyomatda unga men guvohlik beraman. Meni g'animat bil, chunki men ketib qolsam, qiyomatga qadar hargiz qaytmayman, sen bilan uchrashmayman, deya marhamat qilgan ekanlar. Dar haqiqat bugun Alloh bizga yangi tongni ko'rishlikni nasib qildi. Bugun yangi tong sizu bizni baxt, barakot, yaxshilik bilan quchib olib turibdi. Keling endi biz bugungi kunimizni, vaqtimizni, daqiqamiz, soatu soniyamizni qanday o'tkazishlikni tahlil qilib olaylik. Bir o'tkazayotgan vaqtimizga, bir keyin qilmoqchi bo'lgan amallarimizga bir tafakkur, nazaran, qalban bir nazar qilib olaylik inshaalloh karim. Qaysi yoshda bo'lmang, ikki dunyoda baxtli qiladigan, qaysi yoshda bo'lmang, ikki dunyoda sizni baxtli qiladigan mazmun bilan hayotingizni boyitishga harakat qiling. Alloh taolo har bir bandani zero o'tkazgan har bir soniya yu daqiqasidan albatta so'rovchi haq karim zotdir.